Azizlar, hammaga xayrli kun. Biz Renessans klinikasiga kelib oldik. Xudo xolasa bugunda Renessans klinikasida 3 dona blefroplastika bo'lyapti. Mahalliy og'riq yordamida hozir qanaqa jarayonda ketyapti, shuni operatsiyonga qarab yo'lib ko'ramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Azizlar, operatsiyaga ham kelib oldik. 3-operatsiyonda doktor Sardor Jo'rayev noodatiy blefroplastika qilyaptilar deb eshitdik. Bu qanaqa operatsiyaligini o'zlaridan so'raymiz keling. Assalomu alaykum Sardor Ibragimovich, blefroplastika haqida o'zingiz ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum, Sulaymon Baxtiyorov. Bugun bizda noodatiy operatsiya, to'rtlamchi yuqori qoq blefroplastikasi. Bemorimiz oldin 3 marta kosmetologda nichva blefroplastika qildirganlar, iplarni olib bera olmagan kosmetologlar va ko'zlarda qadalish, og'riq hissiyoti bilan endi bizga murojaat qilib kelibdilar. Xudo xolasa muammolarni bartaraf qilib, albatta chiroyli natijalar qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar, kadrlar bilan ham ulashib boramiz. Hammaga yaxshi kelsin. Aslida to'rtlamchi blefroplastika amaliyotini yakunladik. 3 marta kosmetologda nichva blefroplastika qildirgandilar. Shikoyatlari ko'z og'rishiga, ikki xillikka, qadalishga, tepaga qaramaslikka va mana ko'pchilik beradigan savol, ko'zim to'liq yumiladimi deydi. Yumib turing. Ko'zlar to'liq yumuq holatda skladkalar bir xil yengitdan yasab berilgan. Ko'zimizni ochamiz va mana bu bizani yangi skladkamiz. Ozgincha ochoklarimiz bor. Juda shahlo ko'zlar bo'lgan, barmoqni qarab beramiz. Bemalol ko'zlarni ochib yuma oladilar va albatta natijamizga baho beringlar. Ko'zlardan chiqqan iplarni ham ko'rsatamiz, marhamat. Endi ko'zlarda og'riq hissiyoti bo'lmaydi. Operatsiya bo'yicha faqat tajribali plastik xirurglarga murojaat qilinglar. Bunaqa xirurglar faqatgina Renessans klinikasida bor. Qabulimizni kutib qolamiz. Biz kuzatishda davom etamiz.